Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugungi darsimizda Qur'on Karimni tafakkur bilan o'qishning ahamiyati haqida to'xtalamiz. Hammangiz bilasizlar, Qur'on o'qish savobli amal. Ammo ma'nosini bilib, har bir oyat ustida tafakkur qilib, tushunib o'qish qo'sh foydali amal. Hem savob topamiz, hem bilim olamiz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni tefekkür kılıp ma'nosini tushunish ve mazmuniga amal qilish uchun tushirgan. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ve liyatazakkara ulul albab. Ey Peygamber, bu ular ayetlerini tefekkür kılsın ve akıl ilgileri ügüt alsın deb biz sana tushirgan mübarek kitaptır, deydi Allah Teala. Qur'on o'qishning mevasi tafakkur qilishdir. Bu oyatda tafakkur qilish vaz nasihat elishning oldiga keltirilgan. Chunki oyatlarning ma'nosini tushunganda ondan uningdan ibrat va vaz nasihatni og'il bo'ldi. Qur'on o'qiganda tiz o'qib, ko'p qatim tamomlash muhim emas, ma'nosini bilib, tafakkur qilib, tushunib o'qish muhim. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı aldırmay, tefekkür bilen okuydu. Bazıda birer ayetini neçe on qatim tekrar okuydu. Tefekkür kılış usulü. Tefekkür kılışının her xil usulları var. Biz bu yerde tüyendeki 3 usulünü misal kılayla. Birincisi, bir narsenin özü ve kilip çıkışı üstüde tefekkür kılış. Xuliqal insanu min alaq. İnsan əlaqdən, yəni baliyatqı temiga yamışıb qalğan, uruqdan yaratılğan degan ayet üstüdə tefekkür qılgan bolsaq, insanның anısının baliyatqısıga esilib qalğan aşı bir tal sperma uruqidan yaratılıb kainatdagi barliq mavjudotning eng ahamiyatli bo'lganligi bu ajoyib katta ish. Bunu o'ylagan vaqtimizda bizning Alloh taologa bo'lgan iymonimiz va muhabbatimiz, ixlosimiz texnik kuchlanib ketadi. Ya'ni bir shundoq bir oddiy bir maxluqotni koinotning eng katta xo'jayini qilganligi Allohning ajoyib bir qudrati. Ikkinchisi, bir narsaning borligi va yo'q bo'lish ehtimolligi ustida tafakkur qilish. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Yani ularga aytqinki, tepaqinglarchu, suyunglar singib ketsa, sizlarga kim aqin suv keltirib berdi degan oyat ustida tafakkur qilib, suvsiz hayotni tasavvur qilganimizda Alloh taolaning ustimizdagi haqqining ne kadar cho'ng ekanligini bilib yetamiz. Natijada Alloh taolaga bo'lgan iymonimiz kuchlanadi, ixlosimiz oshadi. Üçüncüsü, bir narsaning o'zi va aksi ustida tafakkur qilish. Qul ara'aytum in ja'alallahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullohi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Yani ey Peygamber ularga aytdinki, tepaqinglarchu, agar Alloh kechini sizlar uchun ta qiyomat kuniga qadar so'ziladigan qilsa, Allah'tan başka qaysi ilah sizlarga yo'ruqlik keltirib beralaydi? Sizlar texicha haq so'zni anlamamsizlar degan oyat ustida tafakkur qilgan odam Alloh taolaning kecha bilan kunduzni almishib turadigan qilib yaratganlik ne'matini tushunib, Alloh taolaga ibodat qilishning ne kadar zarur ekanligini bilib yetadi. Natijada uning Alloh taolaga bo'lgan bağlanishi va e'tiqodi kuchlanadi. Tefekkür, ilim, qiziqish ve amaldir. Tefekkür qilish insonni bilishga elib boradi. Bilish qiziqishga undaydi. Qiziqish amalga elib boradi. Chunki inson tefekkür qilish orqali bilmaganlarini biladi. Bilish orqali qiziqish hosil qildi. Qiziqishi orqali uni amalga oshirdi. Bilganlarini amalga oshirdi. Qalb aromini Allohni yod etishdan hosil qilsa, tefekkür uzuqini ilimden hasıl kıldı. Allah Teala'nı tanış dininin yıldıızı ve ilimnin evveli. Allah Teala özüne kainat hakikatleri ve Kur'an-ı Kerim ayetleri arkalık tanıtıdı. Hemece tanıtırdı. Çünkü Allah Teala'nın iki kitabı var. Biri kainat,
yana biri Qur'on Karim. Tefekkür qilish Allah Teala'ni tonish, tefekkür qilish orqali Allah Teala'ni tonish en kapalatlik yoldur. Her bir insanın iman cihetteki derecesi onun Allah Teala'ga bo'lgan tonishine qarab bo'ladi. Onun Allah Teala'ga bo'lgan tonishi aşkan siri itoatmanligi ish bordi. Itoatmanligi aşkan siri taqvolik oshidi. Taqvoligining eshishi bilan jannatning yo'li uningga yaqinlashadi. En oddiy maxluq pasha va uningdagi mo'jiza. İnna Allah la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah haqiqatni bayon qilish uchun pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tartinib qolmaydi deydi bir oyatda. Bu Allah Teala'nın cheksiz qudratini namoyon qilgan oyatdir. Pasha shunchalik oddiy narsa bo'lib, qo'limizga qo'nganligini his qilmay qolamiz. Ko'rsak hamon o'ltirib o'talaymiz. Yani şunçilik kichik, şunçilik aciz narsa. Ama biz uchun shundoq oddiy ko'ringan ashu pasha haqida tafakkur qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning ajoyib qudratini bayqaymiz. Pashining beshida 100 dona ko'zi bor. Pashini mikroskopda cho'ngaytib ko'rganda, uning beshidagi ko'zlari xuddi herining kunaklaridek ko'rinadi ekan. Yana pashining 3 yuragi bor bo'lib, biri ko'ksiga, qolgan ikkisi ikki qanotiga o'rinlashtirilgan. Pashining issiqlik qabul qiladigan apparati, ya'ni radar bo'lib, shaylarni o'z shakli va rangi bo'yicha ko'rolmaydi ekan. Faqat haroratidanla bilib oldi ekan. Shunga qorong'u uydagi pasha uxlab yotgan insondan boshqasini ko'rolmaydi ekan. Pasha qon tekshirish apparatiga ega bo'lib, har qanday qonni sho'rmaydi ekan. Faqat o'ziga munosib keladigan qonnilar sho'raydi ekan. Shunga bir karavotda uxlagan ikki bolaning biri atiganda har tarafi qapargan holda qopsa, yana biri hech narsa yo'q holda qopadiganligimi bir reallik. Ya'ni birini chaqadi, birini chaqmaydi. Pasha yana mas qilish apparatiga ega bo'lib, chaqadigan yerini avval mas qildi ekan, andin chaqadi ekan. Shunga biz pasha chaqayotganda hech narsani his qilmaymiz. Ammo pasha uchib ketgandan keyin andin og'riqni his qilishga boshlaymiz. Pashida yana qonni suyuldirish apparati bo'lib, inson badanidan sho'rg'an quyuq qonni gelidan o'ngay o'tkazish uchun uni suyuldirib qabul qildi ekan. Pashining nashtirida 6 pichiqi bo'lib, chaqmoqchi bo'lgan joyni 4 pichiqi bilan biroqla kesidi ekan. Ondan qolgan 2 pichiqi qonni sho'rish uchun xizmat qildi ekan. Pashining putlaridagi tirnoqlari qattiq yerga dassab turishga, siliq yerga chaplab turishga apli qilib yaratilgan. Pasha insondagi tarp purqini 60 kilometr yiroqdan puriy oladi ekan. Endi tafakkur qilaylik. Dunyoda hech qanday narsa o'zligidan bo'lib qolgan emas. Har qanday bir ijodiyatning ijodkori, har qanday bir san'atning san'atkori va har qanday bir asarning avtori bo'lgandek, aeroplan, paraxod, avtomobil qatorliq qatnash qurollarining mo albatta yasog'uvchisi bo'lgandek, to'nglatquning yasog'uvchisi bor, kir olg'uchining mo yasog'uvchisi bor, televizorning mo yasog'uvchisi bor, yonfunning mo yasog'uvchisi bor. Har qanday bir fabrikaning qo'rg'uvchisi bor, har qanday bir binoning binokori bor. Demak, dunyoda hamma narsaning egisi bor. Amdi biz misol qilgan pashini kim yaratdi? Uningdagi mo'jizlik apparatlarni kim yasadi? Bu o'zligidan bo'lib qolgan ishmi? Yoki pasha o'zidan yasadimi? Yo'q, hammani Alloh taolo yaratdi. Hech qanday narsa o'zligidan bo'lib qolmaydi.
Allah Taala üçün aşı addi paşını yaratış bilen lehengni yaratış okşaş. Normal bir kit 150 tonna keldi ekan. Endi tug'ilgan bir bala kit bir qatimida 300 litr süt içidi ekan. Kit bir vaqtga 4 tonna baliq yeydi ekan. Allah Taolaga nisbatan shundoq cho'ng maxluqni yaratish bilan pashiga o'xshash shunday kichik va oddiy maxluqni yaratish o'tirsida hech qanday farq yo'q. Chunki har birini eng mukammal, eng sistematik shaklda yaratdi. Ma tara fi xalqir rahmani min tafavut. Rahman Allohning yaratganida hech qanday nuqson topolmaysan degan oyat bunga ishorat qildi. Ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan ashu kichik virusdan boshlab galaksiyalargacha bo'lgan jimi maxluqotning yaratilishida ayni nizom, ayni mukammallik hukm surdi. Sunallohillazi atqana kulli shay innahu xabirun bima taf'alun. Bu hamma narsani mukammal yaratgan Allohning san'atidir. Allah haqiqatan sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardardir. Qur'on Karimni ma'nosini tushunib o'qish, oyatlar ustida tafakkur qilish, koinotning har taraflariga qarab Alloh taolaning kamol qudratiga dalolat qiladigan alomatlar ustida mulohiza yurgizish iymonni kuchaytiradigan, aqlni ochadigan, tafakkurni beyitadigan, Allohga bizni yaqin qiladigan katta ibodatdir. Shunga biz Qur'on Karimni ma'nosini bilib o'qaylik. Allah hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.